Bugün Çislağı, leksimiz davamlaştırmaz, hürmetli vatandaş. Çislağı 2022 yıl 6. ayının 11. günü vatandaş. Yukarı leksiyanın devamı şundak. Doklad mutaxassislarning yakunlarini, xulosalarını ve fikirlerini öz içine almadı. O doklad, avval tayyorlagan doklad emas. Keyin ziyaret jarayonida bir yerda so'zlagan so'zlar ko'z ustida bo'ldi. Devamı dokladda aks etmedi. Fransa Dünya Gazeti, Amerika'nın VC, Axbarat Tori, 6. ayının 7. günü alim ve mutaxassislarning Michel Barchelet'ga yazgan birleşme imzalı xetini hammadan burun e'lon qildi. Michel Barchelet o'tgan ayda Jungoda 6 kun ziyoratda bo'ldi. Cümleden Şinjan'ı, mustamlik Uyg'uristonni ziyorat qilishmi buning ichida. Lekin uning ziyarati Beijingning o'rinlashtirishi bo'yicha maxfiy elib berildi. Hatta muxbirning hamroh bo'lishiga yo'l qo'yilmadi. Michel Barchelet Jungoni ziyorat qilish davomida Jungo matbuotlarga mundaq dedi. Jungoning kishilik huquqni qo'g'dash tirishchanligidan memnun bo'ldim. Michel Barcheletning so'zimi? Michel Barchelet Jungoda muxbirlarni kutib olish yig'inida mundaq ko'rsatdi. Men Şinjan'da, yani mustamlik Uyg'uristonda Jungo hukumatiga gumonliq fikrlarni o'ttirg'i qo'yib, diqqat qiladiganligimizni bildirdim. Cümleden kasbiy texnika tarbiyalash markazida mustaqil adliya nazorati kam ekan dedim. Men Jungo hukumatini zo'ravonlik qarishtiruv siyosatini tekshirishga ve bu siyasetning xalqaro kishilik huquq o'lchamlariga muvofiq kelishiga kapolat qilishiga haydakchilik qildim. Birleşme imzalı xat yazgan xalqaro olimlar ve mutaxassislar mundaq hisobladi. Michel Barchelet Jungo hukumatining osonlik millatlar siyosatini ayblamadi. Aksine Jungo hukumatining Uyg'urlar to'g'risidagi tashviqot targ'ibotlarini takrorladi. Nazarband qilish lagerini kasbiy texnika tarbiyalash lageri deb atadi. Amerika Miami Üniversitesi siyaset işleri profesörü John Teufel Derrier. John Teufel Derrier 37 nefer Şinjan işleri, mustamlik Uyg'uriston işleri tadqiqotchilari ichidagi bir nefer tadqiqotchidir. O ilhat orqali Amerika ovoziga mundaq ko'rsatdi. Oshkorlangan materiallarda ko'plagan dalillar Jungo hukumatining Şinjan'da mustamlik Uyg'uristonda kishini cho'chitadigan kishilik huquq tajovuzchiligini oshkorlab berdi. Biz Michel Barcheletning bu masala to'g'risidagi so'z iboralaridan hayron qoldik. Derrier ve başka olimlar yazgan birleşme xatda mundaq ko'rsatildi. Bu paktlar dalillar ve lagerdan qutulib chiqqanlarning so'zi, paktları sun'iy amroda tortilgan suratlar, Şinjan soqchi hujjatlari, shanshlik oldi irq yo'qotish deb atishimizga pakt bilan ta'minladi. Birleşme imzalı xat yazış qatnaşqan Şinjan meselesi, mustamlik Uyg'uriston meselesi tadqiqotchilari mutaxassislari yana Amerika George Washington Üniversitesi Şinjan meselesi mutaxassisi James Melloward, Angliya Newcastle Üniversitesi
Jonna Simetfilli, Germaniyalik alim Adrian Zennez ve Indiana Üniversitesi Jongo'da asallık milletler ve Şinjan meselesi boyunca mütehassıs Gratner Bobundan Qatarlık Şinjan meselesi boyunca nüfuzluk alim mütehassisler var. Yukarı 37 nefer mütehassisning Şinjan meselesini tadqiq qiluvchi mutaxassislarning ichida yuqori mutaxassislar bor. Davomini anglashni so'tindir.